Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil Chash yuyish suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemeklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'ishin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemeklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Ümit ishonch bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barakatli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan Ochil chash so'pini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirg'usi. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chash so'pilari. Ondaqda ben mağaylıdır. Ben tek bir kere yalnız koymadığınız için size kötü oldu. Ondaq değil ha. Oturşanlar ki onu bozul lidir. Buldumsa. Nima delisiz? Men bilsem bo'lmag'idek bir ishimiz bormidi ya? Nima? Siz dadamning keyinga turib cho'mishlar aralashgan chig'ingizni da bilganman. Yo'q. Siz dadamning ko'ziga sirli qarag'an vaqtingizda ko'nglim bir ishlarni sezgan mening. Qarang, boshqa joyga berib paralashaylik. Ne borsiz? Direktor, siz soat nima qilmoqchi? Sen qilmang ha. Sizning dadam bilan zot nima munosabatingiz bor? Oldu. Oy, kechiring. Chiqasiz. Kechiring direktor. Bir qiz kechirim bilan o'tyapman-da. Direktor, ben sizga hozir kechiring deyishdan boshqani deyamayman. Bas, kechiring. Sizlar agar dadamga nisbatan boshqa niyatda bo'lgan bo'lsangiz, bu niyatingizdan darhol voz keching. Nima? Amalga oshmaydigan ishni bushigidan biz chiqayotganimiz tuzi kerak. Buni men demasam, obdan tushungansiz. Direktor, siz meni rastola xato tushunib qolgan o'xshamamsiz. Men bu sizni xatomi tushunib qolganman. Agar rost shunday bo'lsa, sizdan ko'p minnatdor bo'lgan bo'lardim. Direktor, ben de siz işten düşüp kaydım. Gelip. Siz bir gap so'rab qo'yaylik. Ben Şadiye direktor. Siz xislatni tushunamsiz? Xizmat müdürümü ha, xilobdan bilaman. Qanchalik tushunasiz? Bu şirket ishlayotgan 8 yil bo'ldi. Astoydil, talabchan, xizmat iqtidori yuqori. Bu jihatdan dindim. Uni oilasi muhabbatli shakvali. Eng muhim erlar bilan bo'lgan munosabat. Erlar bilan bo'lgan munosabati bularni bilmayman. Siz aytdikcha makadirlar bilmadan ijtimoiy aloqasini ishga boshlab oid hamma materiallarni aytdikcha men ishxonaman. Onun munosabati barliq materiallarni ekanman. Hammani dedim. Aldingizmi? Ma ishimizning parini hissa tanlab qolmasin. Bulamda Bildim direktor. Ben Şadiye.
Polat direktor sizga munosabatli barliq materiallarni e'lonlaydi. Shundoq nima uchunligini bilmadim. Qattiq xafavatganda qildi, qanday qilman? Qarag'anda bira avorchilik yo'l qanday qilsiz? Ha? Polat direktorni lekin ma'qul tushundim. Yattыңba? Qaysar. Akаңның gepiga unchalik xafa bo'lib ketma. Sen kichik bo'lgandikin oldida uningdan kechirim so'rab qo'y, ha? Bugungi ishda sendinli o'tdi deb turib olmayman, bolam. Akаңdanmi o'tdi? Her ikkilanlar mening yurak param. Asli tamoq ustida degan jim o'tirib tamoq yeydigan ya. Shu gaplarni u yerda tegashmaydigan gap. Lekin akam Ha, bo'ldi. Qara. Bizda 7 o'lchab bir kas degan gap bor. Bundagi har qanday bir ish qilsang, gap qilsang, ma kallangni ishiltib gap qilg'ina bo'lam, ha? ma'qul dada, ma'qul. Ha, bo'pti. Amsa balduroq damoq. Atiganlik ko'rishaylik, ha? Dada, Ha? shu sang deydigan bir ish bordi. Ha, degina, nima ishdi? Shu boshqa ish emas. Iliq qizning ishi. Ha, uni uqdim bolam. Ha, maktabga opirib qo'yib, nayt yaxshi qilibsan. Demakchi bo'g'inim, mana shunda qalaymaqanchiliklarga aralashmay yurgin ha Qaysar. Ma'qul. Shu dada lekin o Voy, nima to'la lekin senda? Ha? Qaysar lekin degan senmi-ya? Ha, yaxshi uxla. Atiganlik ko'rishdi. dada. Uxla. Dada Nima qilyapsan, bolam? Hayotga yig'inga tayyorlik qilib. Jasur. Qaysar sendan kichik. O sening ufkan bo'lgandikin, ko'proq yo'l qo'yishingga to'g'ri keladi. Abayqidek gapni qilsang, u baxtchil bo'lib qoldi, bolam. Endi sen mush uyning tuvriga agar mendan keyin qolsanglar, sen uning oti bo'ladigan odam. Men bildim. Bundan diqqat qilay. Men material sal muhimdi. Ma'qul bolam. Ishlaringga daxl qilmay. Amsi senmi baldiroq damog'ini? Ratlab toplam qilayman. Ma'qul.
Kim o siz? Kimmiş oldu ya? Çaşkanma. Oy. Oğlum siz bu yerda жүрсіз ғой. Dada, sen tanımsı bu kız ne? Bu yer neymiş kıvatsız? Sen mi tanımsı bu kız ne? Cesur sen mi? Ya men tanımayman. Менің қосқым ечіп кетіп шу. O'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Air Jump. Қалғач маркалық сопын парашюги вәтіп әркін шығырызы. Vay neminən? Кірнан. Қалғач маркалық сопын парашюги. Bu şoxluqlar məndəla. Bu güzellik məndəla. Bu sərxillik səndəla. Hər gün, hər cayının yarışığı, pərilər min rəng ləvsürüqləri. Pərilər. Мен Dilkan Xalqaro Soda chekish şirketi tajdarligini olgan Ota Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Hey, degan bir omdalni maktabga olib qo'yma deb ketganding-ku. Dadan mektepki o mangan. Yine beni aldığa aldamçı var. Şu uçak kaldı yolda. Onu kovdum. Açıkmış şunu ulan. Bakı ne oldu? Şunu ulan onu tutmadım. Açıkladı. Kızın sopkısı onu bir şey attın. Attın. Ha, ayıgıçı. Ayığı şu bayağı degende ayığı şu. Vay. Talanla bir çaynamayı bir tızrak degine. Vay hanım boz aşk kızdan somkısı kıvasım küçüğü itip da lahvasına. Hey, Nanqapi, qachongacha bunda yurasizsan? Kimden kıpke? Kaçak tutmam ha? Kallan ishlamdi, ishlamamdi sening. Shu vaqt tomoq yeyotsa, boshqa narsa emas. Sana bop berdi ha? Voy, bir gap qilib bo'lmaydi-da, bolarim. Jasur sen kirib uxlig'in ama. Nanqapi. Ishteplam yurgan. Bo'ldi. Uzaman qilay. Shuni bilan sening qulog'ining beshig'i otadigan so'mkadan boshqa nima chiqmadimi? Şu. Başta bu. Keyin izlab baqdingmi ya? Somkini men atqandim. O somka yük mashinasidan ko'z pochib ketdi. Qo'llab yetishim. Sen shu yuk mashinasiga otqansan uni. Vay Kaysar sen muştaşların hem samını yolu kanda ha? Sen nimini kanlaştırıp baktığından ha bir de bak ha? Bundan bulsun ki bulsun aç ha. Ha. Nimish qilmoq demaysan? Sana deydigan. Hey, bir öydikilen hatırcam kıp baksan bombamdı. Ne qasam da Qasam da. Bo'ldi bolam, bo'ldi. Saqchiga ma'lum qilgansan? Ya. Undan qilibsan. Bak qiz tugitibsan. Yaxshan, bu qizning nas keraklarining hammasi shu somkaning ichida degina. Şu mektep tavşırmakçı olan pulu. Kimdeki deganning hammasi shuni ochdi. Hey bir işine uylaşıp kısan bombamdı. Endi kanda kırısan. Bo'ldi qiling bilan. Vay arlaşmayma bo'ldi bu işler. O'tiring. Vay dada. Ya undaq, ya bundaq bo'lib olgan. Lahva. Ular ish bo'ldi. Endi ming qilgan bilan izg'i kelmaydi. Saqlab boqila, tepilib qola. Angacha bu qiz mush uyda tutib tursin. Men bir kun bo'ldi acha tomoq yemedim. Voy shundoq bo'lsa-mu, aldırmaya. Ben sizga qiziq choy qo'yib eklaychi-mi? Dada, nimda vatsa? Bu uy paravalliq o'rnima? Enimi hammam? Mani. Ha? Aş tamağını itib, kırqatını jop, endi ben artıqça adam bo'lib qoldim-mi? Hammam men unda demekçi emas. Ha.
Egerçi haqqasın mende razı buluşmuşsan, erteden başlap bu evge kirmey emisen. Oy amma ben onda demekçi emas. Mening demekçi oğlum. Biz ya o kızın tanımasak, tigidekti niye düşenmesek kondaq bulup bizi oyunu turdu deyler. Xislat. Parvar. Sen xata düşenmegen. Xislat unda demekçi emas. Sen o keldiğinde devamın abilan. Oy malaydek işte bir çoğun koyasam davatkan. Oy amma. Bo'ldi qilinglar. Uf Oycan. Bo'ldi. Hech qanday shunlar anlaşmay bo'ldi. Bu Oy, nägmansız bala. Bo'ldi unda gap qilma. Akam to'g'ri aytdi canım balam. Oy yenimizde hiç limons yok. Nereye varattınız? Bu şey türeyiversiz. Bu uyda birga turib bo'lmagan ekan. Ko'chib ketish kerak. Shundaqmi? Parvarning endi turing. Bizi atliganda soqchixonaga berib boqmasak bo'lmaydi. Oy hep işin tergı adama kayser kılsa. Siz yemek küçük baktınız bala. Shu, Parvar. Balani açıqqa baldiroq damilanglar. Qaysar, upa bizmi dam olamiz. Qolgan gapni ati deyishayli bo'ldi. Ha bo'ldi. Menga bala. 막 kishini qamdesam qilib taqat bo'ldi. Videoman. Hozir ahvolingiz qanday? Yaxshi. Jasur doktorning davolash ostida intayin yaxshi bo'lib qoldim. Salomatligim normal bo'ldi hozir. Mening ahvol bek turaqliq. To'g'rini vaqtda ichib ishtasim bek yaxshi. Yaxshi. Qon besimni qilay normallashibdi. Qon besim normal. Bo'ldi. 1-2 kun o'tdan ko'z taqib boshqa alayda ahvol bo'lmasa, doktorxonaga chiqsa bo'ladi. Rahmat, doktordan boshqa. O'zlarining ahvoli qanday? Yaxshi, amdan qoldik qani. Rangi ro'yimi qizdirib yaxshi bo'lib qopti. Bo'ldi, doktordan normal. Davolatida yaxshi. Vaqtlarimiz xo'sh. Rahmat. Doktordan boshqamish, doktor sestralar ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarga rahmat. Yaxshi arabilanglar. Bo'ldi. Direktor. Men sizni buncha etdigan kelar deb o'ylamabdim. Shu nashti qilib olay degandim. Qanaqa qilaman? Xislat olim 29 yosh. Shirkatga kelgili 8 yil bo'ldi. O'qish tarixi bakalavr. İjtimoiy munosabati yaxshi. Kasbjon, chidamliq, sabrjon, tevranmas irodaga ega. Şirketga ajab tez o'sib ketibdi.
Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Shunday. Unda qanday qilamiz? Bu bizning shirkatimiz uchun bak muhim bir xaridorimiz edi. Ya bo'lmasa lider ash faoliyatga berib bir qatnashib baqsinmi ya? Shu joyda tushunib qolamiki. Qarang. O'tganda lider qatnash hadisi uchirgandan keyin salomatlik toza yaxshi emas. U faoliyatlarga qatnashamaydi. Bizning shirkatimiz uchun bak muhim xaridor dedim-ku. Siz bir qayt kirib deb baqamsiz ya. Kechiring. Qayt o'tingan taqdirdimi bo'lmaydi dedim, bo'lmaydi. Lider shundaq jikilgan. Kechiring. Qaytib keting. Bu bemorning har bir soati bir qatim qon bosimini o'lchab turibman. Shu bugun achchig'im keldi qarang. Bu xislat mudir o'zini lider chaqlab qilayotgan o'xshamamda. Lekin xislat mudir xizmatni nihoyat yaxshi ishlaydi. Shunga lider uning ishini-da. Ishini-da. Bu meningcha ishinish masalasi emasmiki. Ularning o'rtasida azroq g'ayri munosabat bormikin deb o'ylayman. Bu xislat mudir nihoyat axloqli qiz bo'ldek ko'rindi. Biroq hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atganchayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atganchayi. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilish kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Gölüm qog'ozlari. Qalğaç markalık sopun paraşütü Fatma erkin çıkarıyorsun. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Men Kamolat tish doktori. Tishingizni har kuni atdigan kash 2 vaqt tomoqdan keyin cho'tkalang. Har oyda 7 kun ig'iz chayqash suyuqligini ishlating. Kamolat ig'iz bo'shliqqa asrash yurishdiki. Dunyoning asosi mehr muhabbat. Dünya mehr muhabbet bilen güzel degan bunda söz ibarını hemmimiz bilimiz. Hemmimiz davamlıq ağzımızdan düşürmeydiğen bir söz ibarelerimizden biri endi. Hakikaten şunda mehr muhabbetlik aileden başlanğan bu münasebet, cemiyet, hatta ki bütün dünya fakat mehr muhabbet bilen güzel buludu, ma'nilik buludu. Demek ki endi Gipimden birincisi şu mehr muhabbet olup kaldı. Şu filminin kitabını tunca qatim ko'rganda men baştan ayak okup çıkkandan keyin kitapның asası merkez ideyasının kişiler o'rtasidagi aile ve cemiyetteki şu kişilik münasebet fakat mehr muhabbet bir memnuniyet tuyg'usiga tuyulgan qalb, yurak asas tema qilingan bir kitap ekanligini bayqadim. Ondan keyin kitapning qurilmasini naytdi ish qilib men hozirgi kelgacha ko'rgan televiziya teatrlarning ichida sanashga bo'ladigan mukammal bir qurilma. Obrazlarning ayrimisi naytdi aniq, obrazlarning xarakteridagi farq naytdi aniq. Bunda deyishimda to'la kino, televizorlarda yaratilgan obrazlarning xarakter mijoz bir-biriga yaqin, o'xshab qoldigan yoki aldın qitim yaratgan obrazga qitim obraz o'xshab qoldiganda ishlar to'la yuz berdi-chu. Shundan bu kitapda
burunqi men balkim burun yana bir kinoda ağar ulam o'qishib qo'y desammi amal yo'q. Darajada shunchalik yaxshi yozilgan va obraz o'qishib qo'yma debmi o'xshab qilib bo'lmaydigan darajada xarakteri aniq yozilgan. Har bir obrazning mijozi, uningki kishilik bir hayotdagi stili, xarakteri degan narsalarni aniq yozilgan. Bu bir qurilmadagi ishonch. Eng muhimi yana shu kitob algı sürmekçi bo'lgan markaziy ideya, ya'ni mehr muhabbatning dunyoning asosi ekanligini, kishilik munosabatdagi nurg'un egizpastlikning kang qo'saqliq va mamnuniyat tuyg'usi bir-biriga berilgan ishonch orqali yana yaxshi tarafga yuzlanadiganligini iborat manda bir haqiqat algı surilgan bo'lg'achqa u kitobningki har qaysi tarafdan menga yardi. Ondan boshqa yani şunu ötüş gerek endi kitapningki keyin tanlangan, bekitilgan artistlarni amma haqiqatan bizning ko'nglimizdagi biz yaxshi ko'radigan artistlar. Ular bilan birga xizmat qilish bir xil ko'ngillik ish. Chunki hammasi nihoyat qizg'in, nihoyat o't yurak, o'z kasbiga mas'uliyatchan, amaliyotda turmushdami bir mas'uliyatchan odamlar. Biz garchi xizmat jarayonida bo'lmagan taqdirdami bular bilan o'zimiz turmushda doim uchrashishni, suhbatlashishni, ko'rishni xohlaydigan artistlar. Bir-biridan yaxshi. Bu mu yana bir nuqta mening bu kitobga qatnashishimga muhim sabablarning birisi. Yana shuni tilga elib o'tish kerak ekan, bu kitobni mablag' sog'uvchisi, ya'ni bizning uzun yillik bir hamkorlashuvchi inimiz xizmat jarayonida bizda bir aka-ukalik munosabat shakllangan Yosinjon ve onun pendüyisi. Bu balla acayip adamınki dilini suyundirdiğin bir kasb egalari. İzchil tirishib, tirmishib şu kitapның suratga elinish jarayonini tamamladik. Al bugun kelganda biz bu ajr mehnatlarimizni xalq bilan yuz ko'rishtirish olib turyapmiz. Shuning uchun ham xursandman.